Do'stlar, dekabr oylari mana Fransiyada biza. Fransiyani bir parkinglarda bugun kechasi bir podarka qilib qo'yishgan menga. Sizlar o'ylaysizlar, chet elda o'g'rilar yo'q debdi, ha? Endi forachiku biza dalniy boyishga Yevropada. Ana shuna qilib bir belgilam. Bu klassический metka bu. Ko'pchilik biladi, furada ishlayotganlar. Ana shunaqa kesib, shunday fonarchada ko'radi. U yog'ini, bu yog'ini bo'sh deb o'yladi. Lekin menda gruz bo'lgan mana. Gruz bo'lgan, olmasdan, bilmasdan ketgan o'g'irlar. Hammasiga mana shu yerda hammasini yirtib chiqqan. Fransiyada. Eng o'g'irlari shefi Fransiyada. Xullas bugun mana yangi qo'shni bilan mana bu kishi O'zbekistondan ekanlar, tanishdik. Ismingiz nima edi? Said Rasulbek do'stimiz bilan bugun 45 talik deydi mana birga ertalabdan boshlab bordik do'stlar. Said Rasulbek bilan. Birinchi marta ko'rib turishimiz, mana zavtra qilamiz, keyin osh qilamiz. Xullas 45 talik shu yerda o'tadi do'stlar. Ana shunday qilib bu kishini ham mashinalarini sal belgi qoldirishgan. Mana. Bildinglarmi? Shunaqa do'stlar. Ham mayli, o'zimizga hech narsa qilmabdi, glavni.